Ba'zi safarlar shunchaki bir mamlakatdan boshqasiga borish emas, insonning o'z ichiga qilgan sayohati bo'ladi. Bu gal hammasi bir qarordan boshlandi. Alo, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Safar Travel Umra ziyorati operator Zubayr bo'laman, opajon. Keyin esa niyatga harakat qo'shildi. Manzil topish qiyin bo'lmadi. Navigatorga tashlaganimda darrov chiqdi. Novza metrosidan piyoda ekan. Xuddi tushimda bo'layotgandek. Bir qarasam, ko'p yillik orzuyim bir necha soatda aniq rejaga aylanib muhokama bo'layapti. Agar birinchi marta borayotgan bo'lsangiz, bizda 14 kunlik paketlarimiz bo'ladi. Bunda 3 kun Madina va 11 kun Makkada bo'lasiz. O'sha transferlarimiz ham qo'yilgan, qiynalmaysiz. Savollarım bo'lib qolsa, yo'da ayol kishi bormi? Misol uchun erkak kishidan so'rashga tortinadigan savollar bo'ladi. Albatta, ayol elboshimiz ham bo'ladi. Ayol xodimamiz bor. Shunday qilib hayotimdagi eng muhim safarlarning biriga otlanyapman. Hayajondaman. Mashalloh, umra safari xayrli bo'lsin va barakotli bo'lsin, ilohim. Bu safar ruhimning sayohati bo'ladi. Uning hikoyasi aeroportdan emas, niyat qilingan kundan boshlanadi. Ko'p yillik o'ylarimdan, havaslardan, hayajondan va birinchi qadamdan. Umra kundaligi. Ketdik sahifalarida ko'ring.